Ushbu katyollar tejamkor katyol hisoblanadi. Nima sababdan desalarni, listda ayamasdan aynan mana shu katyollarning ichida kasetasi bo'ladi, ya'ni issiqlikni aylantirib beruvchi alohida xonalar degan bo'ladi. Ana shunaqangi xonalarni soni misol ikkita qo'yilsa, aksariyat katyollarda bunda 3 ta 4 tadan qo'yiladi va katyolni ekonomichniy qilib beradi va ushbu katyollarimiz hokaga, ya'ni ko'mir kukuniga, ko'mirni o'ziga hamda o'tinga yonadi. Rasxotiga keladigan bo'lsak, hoka hamda ko'mirni 35 kilodan 50 kilogacha sutkasiga hamda katyol o'rnatilgan joyni uyni utsuplitiga qarab rasxotlari o'lchanadi. Ya'niki sizlar yaxshi utsuplit qilgan bo'lsalaring, kamroq rasxot qiladi yoki de utsuplit jihatdan yaxshi bo'lmasa, ko'proq rasxot qiladi. Bu qanaqangi katyol o'rnatishingizdan qat'iy nazar aynan mana shu narsasiga bog'liq bo'ladi. Bizga obuna bo'ling. Katyol to'g'risidagi ajoyib yangiliklarni biz bilan kuzatib boring.